Assalamu alaykum, hurmatli Gold Dünya abunachilari. Bugun sizlar bilan görüşüb turgandan xursandman. YouTube platformada kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Bilasizlar, YouTube'umuzda bize qilgan ishlarimiz narx-navolarni aytib o'tamiz. Hozir ikkinchi filialimizda Cobalt mashinamizda общий hisobda 5 million 330 ming so'm ish etildi. Birma-bir nov ishlarni qilganimizni ko'rsatib, tushuntirib boramiz. Xo'p. Cobalt mashinamizda salafanda gevadi, haydaydigan daraja, ya'ni Cobaltda nov kerak bo'ladigan bo'lsa, shumaizolyatsiyadan boshqa ishlarni qilib berganmiz. Xo'p, birinchi chexol qo'yib berganmiz. Baholari bilan aytib o'tamiz. Chexolimizni sifatini ko'rsataman. O'rtasida setkali dokuma tovar bo'ladi. Bu sizlarni yo'lda haydab borayotganlaringizda dallak ketmasliklaringizni eldan oladi. Ko'rinib turibmikan? Kojasi zo'r bo'ladi. Bahosi 680 ming so'm bo'ladi. 700 ming so'm sotamiz, 680 ming so'm qilib berganmiz. 80 ming so'm ustanovkasi отдельный bo'ladi. Keyin polikimiz bo'ladi. Bahosi 150 ming so'm bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'r, yumshoq bo'ladi. Changlar o'zida o'tirib qoladigan o'ydiqlari bor. 4 danasi komplekt bo'ladi. Bahosi 150 ming so'm bo'ladi. Laminatsiya, salon laminatsiya bo'ladi. Her bir detalni yazdırıp, görüşeceğiz mümkün yazdırıp, eşiklerini görsat, eşiklerini hem, yani ayak diyadon yerlerini hemme yerini salon laminasiya qilib berganmiz. Ona qo'shimcha qo'shiladi bag'ach. Bag'achni gösteramiz. Bag'ach. Bag'ach qismi qo'shiladi. Görüşeceğiz mümkün sifatlatib, zakoniyatib qilib beramiz. Buni bahosi 450 ming so'm bo'ladi. 12 Gentra Cobalt mashinalarimizda 450 ming so'm bo'ladi. Keyin monitor bo'ladi. Monitorimiz diamond monitor bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. O'tamiz. Bu monitorni eng afzal tarafi joystick bo'ladi bunda. Hozir ko'rishingiz mumkin, joystickli bo'ladi. Zvukni chiqarib tushirish dim qulay. Orqa monitorlarda bilsangizda bunda tap olmay o'tirar edingizlar. Bunda joystickli bo'ladi. YouTube ulab Wi-Fi tarqatib qo'ysangizlar bo'ldi, aytaveradi. Pauzam o'rtani bossangizlar pauza olib yetaveradi. Xo'p. Keyingi monitorimizni bahosi 1 million 300 ming so'm sevarni mashinalarga ustanovkasi bilan qilib berib bilamiz. Monitordan keyin 3 kamerali video registratorimiz eldini oladi. Salonni ichini, bunda men unutmayman, eldi, zadniy kamera. 3 kamerali video registratorimiz bo'ladi. Lenovo firmasiniki. Buni bahosi 650 ming so'm bo'ladi. 3 kameralisi 80 ming so'm ustanovkaga qo'shiladi. Torpeda chexolimiz koja bo'ladi. Hozir bitlarni turgani qaramanglar, prosta o'ralikka yarasha shunday tutdi. Sifati zo'r bo'ladi. Aynan dallatib bermaydi. Bahosi 100 ming so'm bo'ladi. Tonirovka xizmatimiz Armalan brendidan. Bizlarda tonirovkalarni aytib o'tadigan bo'lsam, 3 xil seriyasi bor tonirovkani. Nima desam ekan, bu ishni arzoni, misol uchun sizlarga 1 yilgacha chidab beradigan tonirovkamiz bor. Bunda 3 yil garantiya bersa bo'ladi tonirovkamiz bor. Ultrafitniki 5 yil bo'ladi. Armalan tonirovka urib berganmiz. 2 keningi laboyi, keningi laboy bilan 2 keningi eshigimiz 500 ming so'm chiqadi. Armalan tonirovkani sonsizlashtasi dim bilan. To'g'ri sizlar qimmat ekan deyishingiz mumkin, lekin javobdan o'jayi. Bunday apparatlarni aytib qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Apparatlarni aytib qo'yamiz, o'lchab, sizlarga ko'rsatib, buni o'zini falan ming so'm, tonik apparatlarni o'zini falan ming so'm qo'yamiz, xalqimizga tushuntirib borish maqsadida. Klientimiz aytdi, zo'r vaj bo'lsin dedi, zo'r vaj qilib beradi, xudo xolasa. Undan keyin Lilinom bo'ladi. Lilinom tonirovkamiz 500 ming so'm bo'ldi. Lilinomni yana shandan ko'rsatib beramiz. Tak. Lilinomimiz shunday döşaladigan zotskoy pechatlari boshqa Eurolet degan cho'tko'lik turadigan ko'rishingiz mumkin. Punni ballarına girib, akkuratni olib turadi. Sidenlarni punni yozdirib, teyini ximistikalab qilib beramiz. Uning bahosi 500 ming so'm bo'ladi. Bar, o'rta barimiz. Shu barni Cobaltchilarga qo'yishni tavsiya etaman. Sababi bundan arani Cobaltni darat tashidi. Jina ko'rib tursa sideni chexol, sideni deb turibdi bir-biridan. Shundan arani buni bahosi 150 ming so'm ustanovkasi bilan birga. Keyin setka. Setka deb yozib qo'yibmiz. Setkani bahosi 30 ming so'm ustanovkasi bilan birga. Shu narsani 40 ming so'm, 45 ming so'm sotib o'tibmiz. Biz ustanovkasi bilan birga 30 ming so'm sotib o'tibmiz. Bu narsamiz radiatorni bunda ko'rishingiz mumkin. O'zi bernam setka qo'yish kerak aslında. Klient shart emas dedi, yaxshi dedik. Bu narsamiz shu radiatorga bandan dosh keladidan radiatorni do'shib tashlaydi. Ko'pchilik holda bo'ladi. Cobaltlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kelib qo'ydirib ketishingiz kerak bo'lgan narsa. Berni setkasi bilan buni ichini setkasini ham qilishingiz kerak. Setkamiz 30 ming so'm bo'ldi. Rol chexolimizni ham ko'rib o'tamiz shu bodan. Rol chexolimiz bahosi
Həmin yerdə 50 milyon satılıb tutdu. Bizə ustanovkası bilan 40 milyon qılıb berganmiz. Telefon koyadonumuz var. Ondan keyin sifəti zorundan həmmə telefonunu qoysanız da boladı. Sko'nasi məhkəm boladı. İzolent özünü kileyi məhkəm boladı. Onun baxası 40 milyon so'm boladı. Nə, telefon koyadonumuz ki. Keyin son sazlaşdanı 3 xil turdayisi var. 3 xil turdayi. 350 milyon so'mluq variantı var, 500 milyon so'mluq variantı var, 550 milyon so'mluq variantı var. Keyin bu maşinimizə 550 milyon so'mluq variantı əldingi laboy bilan əldingi 2 ayına sonsuzlaşdırıb qoyganmiz. Bu tonik aparatda ölçəyində standartla doğru gəladi. Dokument alış-veriş şərt emas. Buna 2 milyon 800 milyon so'm to'lab, keyin qaylasizlar pretenziya bildirməydi. 550 milyon so'ma yürüşdür nasatga. Maşinni bandan girib, bandan chiqib ketadimiz görəcəm. Banda yürüşdür nasatgamiz 60 milyon so'ma ustanovkasi bilan qilib berdik. Hörmətli obunaçılarımız, kanalımızda taza bolsanızda podpisat təşəkkür qoyunlar. Əgər də sizlərlə Kobalt maşına yazılıb qoyğan bolsanızda, işində xidmətlə gərək buradan bolsa, ilacı barəçə şu günlərdə ekəsiniz. Məsəl üçün ertə ekəsiniz də baxa özgərməydi. Həftəlikdə özgərməydi. Baxa özgərgəndən ki, aytıb ötən nəsələrimi plus minus 30 milyon 40 milyon minişib gərək. Minişib mümkün. Şu an doğru düşünəsə demə bitləmə. Podpisat təşəkkür qoyunlar. Qollab quvvatlanlar. Kommentariyada Kəmi şükürdür ki, bolsa aytınlar, işində etiş hərəkət, tügən etiş hərəkətdə alovlarını taşıb, kommentariyada özəri cavablarınızı bərk keçsəyizdə yaxşı bolardı. Mənziləm üçün türəli şu bataconiyə. Mənzilimiz ikinci filialımıza özü aksesuar magazinimizdən göstərib ötsək yazdı, ilikmi? Aksesuar magazinimiz yan başda var. Həmmə nəsə özlərimizdə var. Başqa yerdən ekkəb oturumumuz görüşəcəyiz mümkün. İçəndə aksesuar magazinimiz var. Mənzil Şavat Urgenç yolla caylaşqan boladı. Şavat tərəfdən gəlsəyizdə Bəlent köprüdən düşüb Urgençə qarab yürüyüşlə taza Urgenç yolla baytarızdadır. Urgençə qarab yürüyüşlə Banda Qazizaran yolu bilən Elebek Toğxananın yolu var. 4 yol. Şunlar ünvanlarına. 4 yoldan ötkənlərinizdən keyin bir özü Şavatlıla bilən Leningradda baytaladı. Leningradda yanınızdan yəni göz. Gold Turing'də caylaşqan. Urgenç tərəfdən gələ bolsanızlar